Mavzu: sun'iy intellekt va uning imkoniyatlari. Reja: sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellektni kim yaratgan? Sun'iy intellektning afzalliklari va kamchiliklari. Sun'iy intellekt nima? Sun'iy intellekt bu ma'lumotlarni tezkor olish, muayyan muntazamlikni aniqlash, tendensiyalarni optimallashtirish yoki bashorat qilish mumkin bo'lgan juda ko'p algoritmlar va mexanizatsiyalashgan bilimlar vositasidir. Sun'iy intellekt atamasini kim o'ylab topgan? Sun'iy intellekt kompaniyasi haqida birinchi marta 1950-yilda Alan Turingning hisoblash mashinalari va aql asarida keltirib o'tilgan bo'lib, unda Turing mashinalar o'ylay oladimi degan savolni qo'ygan. 6 yil o'tgach, 1956-yilda Jon Makkarti Dartmut kollejida sun'iy intellekt bo'yicha birinchi konferensiyada sun'iy intellekt atamasini keng ma'noda qo'llagan. Sun'iy intellekt qanday ishlaydi? TechTarget portali muallifi Ed Bernsning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirish, ularni korrelyatsiya hamda muntazamligini tahlil qilish, olingan natijalarni voqealarni bashorat qilish uchun foydalanish orqali ishlaydi, deb o'tadi. Sun'iy intellekt dasturlash tizimi 3 ta asosiy ko'nikmaga qaratilgan: o'rganish, ma'lumotlarni yig'ish va ushbu ma'lumotlardan qanday foydalanish qoidalarini yaratish, fikrlash, kerakli natijaga erishish uchun to'g'ri algoritmni tanlash, o'z-o'zini tiklash, algoritmlarni doimiy ravishda sozlash va eng aniq natijalarni ta'minlash. Sun'iy intellekt foydalimi yoki zararli? Sun'iy intellekt haqidagi bahs-munozaralar qariyb 50 yildan beri davom etib kelmoqda. Mutaxassislar hanuzgacha bir to'xtamga kelishgani yo'q. Ba'zilar ularning ommalashib, odamlar o'rnini egallab borayotgani natijasida ommaviy ishsizlik ko'rsatkichlari oshib ketishi mumkinligidan tashvishdalar. Mutaxassislarning boshqa bir guruhi esa bu sun'iy intellektga ijobiy munosabatga bo'lish kerakligini uqtirishmoqda. Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot hamshiralar, haydovchisiz transport vositalari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Hatto politsiya xodimlarining ba'zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajarishyapti. Olimlar ularning tashqi ko'rinishini imkon qadar odamlarnikiga o'xshatishga urinishmoqda. Shu sababli ko'pchilik o'z ish joylarini yo'qotishi mumkin. Ishsizlik g'aznachilar, pochta xodimlari, hisobchilar va idora xizmatchilariga xavf solishi mumkinligida aytilgan. Sun'iy intellekt ularning vazifasini bemalol bajara oladi. Har qancha e'tiroz va tadqiqlarga qaramay, sun'iy intellekt rivojlanishdan va odamlarga yordam berishdan to'xtamayapti. Ayniqsa tibbiyotda uning ahamiyati tobora oshib bormoqda. Endilikda robotlar nisbatan murakkab jarrohlik amaliyotlarini ham uddasidan chiqishyapti. Robot shifokorlarning tibbiyot xodimlari bilan o'ziga xos hamkorligi samaradorlikni ancha oshirdi. E'tiboringiz uchun rahmat.